Darhaqiqat, Karlson haqida hech kim hech narsa bilmadi. Shuning uchun ham Karlson o'zining kichkina uychasida xotirjam yashayapti. Bu uycha haqida hech kim hech narsa bilmaydi. Holbuki bu uycha Stokgolm oddiy ko'chalardan biridagi oddiy uyning oddiy tomida joylashgan. Shuning uchun ham Karlson hozirgacha bamayli xotir yuradi. Xohlagan joyga boradi, istagancha shumlik qiladi. Axir shumlikda dunyoda unga teng keladigani yo'q-da. Pishloqli non, pechenye va piroglar yeb bo'linib, Krister bilan Gunilla uylariga ketishgach, bimbo savatida dong qotib uxlagach, Mitvoy Karlson bilan xayrlasha boshladi. Karlson uchishga tayyor bo'lib, deraza tokchasida o'tirardi. Shamol deraza pardalarini xilpiratib o'ynar. Havo bo'lsa yoz boshlangani uchun issiq edi. Azizim Karlson, men buvimlarnikidan qaytib kelgunimcha avvalgidek tomda yashayverasan-a, shundaymi? Deb so'radi Mitvoy. Xotirjamlik bo'lsin, xotirjamlik, dedi Karlson. Ha, buvim qaytishimga ruxsat bersalar bo'lgani, lekin hali ma'lum emas, chunki u meni dunyoda eng yaxshi nevara deb hisoblaydi. Sen chindan ham dunyodagi eng yaxshi nevaramisan? Albatta-da, men bo'lmay kim bo'lardi? Qani sen boshqa birovni ayta olasanmi? Deb so'radi Karlson. U shunday dedi-da, qornidagi tugmachasini bosdi. Motorcha gurillab ishlab ketdi. Men qaytib uchib kelganimdan keyin ikkovimiz bundan ham ko'p pirog yeymiz, deb qichqirdi Karlson. Odam pirogdan semirmaydi. Xo'p, xayr, Mitvoy. Xayr, Karlson, deb qichqirdi Mitvoy. Karlson uchib ketdi. Mitvoyning karavoti yonidagi savat ichida bimbo shirin uxlab yotardi. Mitvoy engashib kuchukchaning boshini qoraygan jajji qo'lchalari bilan sekin siladi. Bimbo, ertaga buvimnikiga ketamiz, dedi Mitvoy. Yaxshi yotib tur, Bimbo, tinch uxlagin. Tomda yashovchi Karlson yana uchib keldi. Yer kurrasi bepoyon. Undagi uylarning son-sanog'i yo'q. Uylarning ichida kattasi ham, kichigi ham bor. Chiroylisi ham, xunigi ham, yangi qurilgani ham, xarobalari ham bor. Yana tomda yashovchi Karlsonning kichkina uychasi ham bor. Bu uycha dunyodagi eng yaxshi uy ekanligiga, unda jahondagi Karlsonlarning eng yaxshisi turishiga Karlsonning ishonchi komil. Mitvoyning ham bunga ishonchi komil. Mitvoyga kelsak, u oyisi, dadasi Bosi va Beten bilan birga Stokgolm shahridagi oddiy ko'chalarning biridagi eng oddiy uylarda birida yashaydi. Lekin shu oddiy uyning tomida shundaygina mo'rining orqasida kichkina bir uycha yashiringan. Uning eshigi tepasiga quyidagi so'zlar yozilgan taxtacha qoqib qo'yilgan. Tomda yashovchi Karlson, dunyodagi eng yaxshi Karlson. Kimningdir tomda yashashiga hayron bo'ladigan odamlar topilib qolsa kerak, lekin bunday odamlarga Mitvoy shunday deydi. Buning hech ajablanadigan yeri yo'q. Har kim xohlagan joyda yashashi mumkin. Oyisi bilan dadasi ham har kim xohlagan joyda, ko'ngli tusagan yerda yashashi mumkin deydi. Biroq ular avvaliga Karlsonning borligiga ishonishmadi. Bosi bilan Beten ham bunga ishonishmadi. Tomda kichkinagina semiz odamcha yashashini, uning yelkalarida parragi borligini, bemalol ucha olishini ular tasavvur ham eta olishmasdi. Bo'ldi, vaqillama Mitvoy, dedi Bosi bilan Beten. Sening Karlsoning shunchaki bir xayol. Mitvoy yana bir bor ishonch hosil qilish uchun kunlardan bir kun Karlsondan sen xayol emasmisan deb so'radi. Karlson jahli chiqib to'ng'illadi. O'shalarning o'zi xayoliy. Oyisi bilan dadasi Mitvoy yolg'iz o'zi ko'pincha zerikadi. Yolg'iz qolgan bolalar esa ko'pincha ermak uchun o'zlariga har xil o'rtoqlar o'ylab topishadi degan fikrga kelishdi. Bechora Mitvoy.
dedi oyisi. Bosi bilan Betin undan ancha katta. Uning o'ynaydigan sherigi yo'q. Shuning uchun ham qayoqdagi narsalarni o'ylab topadi. To'g'ri, dedi ma'qullab otasi. Biz unga kuchuk sovg'a qilishimiz kerak. U kuchukni ko'pdan buyon orzu qiladi. Mitovoy kuchuk bilan ovunib, Karlsonni darrov unutib yuboradi. Chindan ham Mitovoyga Bimbo laqabli kuchuk sovg'a qilishdi. Endi uning o'z iti bor. Bu kuchukning unga 8 yoshga to'lgan kuni sovg'a qilishdi. Oyisi, dadasi, Bosi va Betin xuddi o'sha kuni Karlsonni ko'rishdi. Ha, ular Karlsonni birinchi bor ko'rishdi. Voqea bunday bo'lganda. Mitovoy tug'ilgan kunini o'z xonasida nishonlayotgan edi. Krister bilan Gunilla unikiga mehmon bo'lib kelishgandi. Ular hammasi bir sinfda o'qishardi. Dadasi, oyisi, Bosi va Betin Mitovoyning xonasida kelayotgan sho'x kulgu, g'ala-g'ovurni eshitgach oyisi: "Yuringlar, ularni bir ko'raylik, juda ajoyib bolalarda", deb taklif qilib qoldi. "Bo'pti, yuringlar", deb ma'qulladi dadasi. Oyisi, dadasi, Bosi va Betin eshikni qiya ochib Mitovoyning xonasiga mo'ralab, nimani ko'rishdi deng? Stol to'rida o'tirgan, og'zi burniga qaymoq chaplangan, odamning havasini keltirib zo'r berib kavshanayotgan kim edi? Bu o'sha pakana, semiz odamcha edi. U shu zahoti ovozining boricha baqirdi: "Salom, mening ismim Karlson, Tomda yashayman. Siz nazarimda shu vaqtgacha meni ko'rish baxtiga muyassar bo'lmagansiz." Oyisi sal bo'lmasa hushidan ketay dedi. Dadasi ham rosa xunob bo'ldi. "Uni ko'rganingiz haqida hech kimga og'iz ochmang", dedi dadasi. "Eshitdingizmi? Hech kimga gapirmang." "Nega endi?" deb so'radi Bosi. Dadasi tushuntira ketdi. "Agar odamlar Karlson haqida bilib qolishsa, tinchimiz yo'qoladi. Uni televizorda ko'rsatishadi, albatta kinoga olishadi. Zinadan ko'tarilayotib, doim televizor kabeliga yoritish asbob-uskunalarining simlariga qoqilib yuramiz. Karlson bilan Mitovoyni suratga olish uchun har yarim soatda muxbirlar kelib jonimizga tegib ketishadi. Bechora Mitovoyga jabr bo'ladi. Uni hamma Tomda yashovchi Karlsonni topgan bola deb gapiradigan bo'ladi. Xullas, orom degan narsa bilmaymiz." Oyisi, Bosi, Betin dadasi haq ekanligini tushunishdi va Karlson haqida hech kimga og'iz ochmaslikka va'da berishdi. O'sha kunning ertasiga Mitovoy butun yozga qishloqqa buvisinikiga jo'nash kerak edi. U juda xursand edi-yu, biroq Karlsonni o'ylab tashvish tortardi. Uning yo'qligida nimalar bo'lishini kim bilib o'tiribdi deysiz? Bordi-yu, u birdan g'oyib bo'lsa-yu, boshqa qaytib kelmasa-ya? "Azizim Karlson, men buvimnikidan qaytib kelganimda ham sen Tomda yashaysan-a? Shunday emasmi?" deb so'radi Mitovoy. "Kim biladi deysan?" dedi Karlson. "Xotirjamlik bo'lsin, xotirjamlik. Axir men ham buvimnikiga ketaman. Mening buvimni chinakam asl buvi desa bo'ladi." "Buving qayerda turadi?" deb so'radi Mitovoy. "Uyda-da. Qayerda bo'lardi? Nima, sen u ko'chada yashaydi, kechasi bilan sanqib yuradi deb o'yladingmi?" Mitovoy shu Karlsonning buvisi haqida hech nima bilolmadi. Ertasiga Mitovoy qishloqqa jo'nadi. U Bimboning ham olib ketdi. Mitovoy kun bo'yi qishloq bolalari bilan o'ynardi. Karlson esiga ham kelmasdi. Yozgi ta'til tugab, Mitovoy shaharga qaytib keldi-yu, eshikdan kirishi bilanoq: "Oyi, men yo'qligimda Karlsonni hech ko'rdingizmi?" deb so'radi. Oyisi bosh chayqadi. "Yo'q, ko'rmadim. U endi qaytib kelmaydi." "Yo'q, unday demang. U bizning Tomda yashasin. Karlson yana qaytib kelsin. Axir sening Bimboing bor-ku", dedi oyisi Mitovoyni yupatuvchi bo'lib. Oyisi Karlsonni endi boshqa tilga olmaslikka ahd qilgan edi. Mitovoy Bimboni silab qo'ydi. "Ha, mening Bimboim bor. U ajoyib kuchuk, biroq uning qornida parragi yo'q-da, ucholmaydi. Karlson bilan o'ynasang ham zerikmaysan." Mitovoy xonasiga chopib kirdi-da, derazani lang ochib yubordi. "Hoy, Karlson, sen Tomdamisan? Javob ber", deb qichqirdi u ovozining boricha. Biroq hech qanday javob bo'lmadi.
Ertasiga ertalab Mitvoy maktabga ketdi. U endi 2-sinfda o'qirdi. Tushlikdan keyin xonasiga kirib dars tayyorladi. U Karlson motorchasining guvillagan ovozini eshitmay qolmay deb derazani yopmadi, biroq ko'chadan avtomobil motorlarining huvillashi, ba'zan esa samolyotlarning gurillagan ovozi eshitilardi xolos. O'ziga tanish o'sha g'uvillagan tovush qulog'iga chalinmasdi. Ha, tushunarli, u qaytib kelmabdi, dedi Mitvoy alam bilan. U endi hech qachon qaytib kelmaydi. Kechqurunlari Mitvoy o'rniga yotarkan Karlson haqida o'ylardi. Ba'zida Karlsonni boshqa ko'rolmasam-a deb qattiq qayg'urib, ko'rpaga burkanib olib piq-piq yig'lardi. Kunlar o'taverdi. Mitvoy maktabga qatnayverdi, lekin Karlsondan hamon darak yo'q edi. Kunlardan bir kun tushki ovqatdan keyin Mitvoy o'z xonasida markalarni yopishtirib o'tirgandi. Oldida albom bilan bir talay yangi markalar yotardi. U shu markalarni saralab chiqmoqchi edi. Mitvoy hash-pash degancha bir pasda hamma markalarni yopishtirib bo'ldi. U eng yaxshi, chiroyli markani ataylab olib qoldi. Bu nemis markasi bo'lib, unda qizil qalpoqcha bilan ochko'z bo'rining surati solingan. Marka Mitvoyga juda yoqqandi. U markani oldiga qo'yib olib tomosha qilardi. Birdan Mitvoyning qulog'iga kuchsiz g'uvillagan ovoz eshitildi. Buni qarangki, xuddi Karlsonning motorchasi g'uvillashiga o'xshardi-ya. Ha, chindan ham u Karlson edi. U derazadan uchib kirdi-da. "Salom, Mitvoy!" deb qichqirdi. "Salom, Karlson!" deb baqirdi Mitvoy va o'rnidan sapchib turib, u sevinchi ichiga sig'may qandil atrofida bir necha bor aylanib, polga o'ng'aysizgina qo'ngan Karlsondan ko'zini uzmasdi. Karlson motorini o'chirishi, buning uchun qornidagi tugmani sekingina bossa bo'lgan edi. bilan Mitvoy unga o'zini otib quchoqlamoqchi bo'ldi, biroq Karlson Mitvoyni do'mboq qo'lchalari bilan itarib yubordi-da, dedi: "Xotirjamlik bo'lsin, xotirjamlik. Yeydigan biror narsang bormi? Balki tiftel yoki shunga o'xshash biror narsang bordir? Tort bo'lsa ham bo'laveradi." Mitvoy bosh chayqadi. "Yo'q, oyim bugun tiftel pishirgani yo'q. Tort faqat bayram kunlaridagina bo'ladi." Karlsonning qosh qovog'i osilib ketdi. "Qoyili, shu ham turmush bo'ldi-yu, faqat bayram kunlari bo'ladi emish. Bir necha oy ko'rinmagan qadrdon do'sti kelsa-yu, oying bunday uchrashuv uchun biror narsa tayyorlasa bo'lardi." Bo'lmasam-chi, axir biz sening kelishingni bilmovdik-da, deb o'zini oqlamoqchi bo'ldi Mitvoy. "Bilmovdik emish", deb to'ng'illadi Karlson. "Sizlar doim Karlson kelib qolsa kerak deb kutishlaring shart. Shuning uchun ham oying bir qo'li bilan tiftel qovurishi, boshqasi qo'li bilan tort tayyorlash kerak. Bugun tushlikka oyim kolbasa qovurdilar", dedi Mitvoy xijolat bo'lib. "Kolbasa yeysanmi? Bir necha oy ko'rinmagan qadrdon do'sti mehmon bo'lib kelsa-yu, unga kolbasa qo'ysa", dedi Karlson qosh qovog'i battar osilib. "Ha, tushunarli. Biznikiga kelsang to'g'ri kelgan narsani yeyishga o'rganib qolgansan. Ha, bo'pti. Olib kel o'sha kolbasangni." Mitvoy chopgancha oshxonaga chiqib ketdi. Oysi uyda yo'q edi, shifokor qabuliga ketgandi. Shuning uchun ruxsat so'raydigan odam yo'q. Axir Karlson kolbasa yeyishga rozi bo'ldi-ku. Likopchada tushki ovqatdan qolgan 5 bo'lak kolbasa yotardi. Karlson xuddi qarchig'ay jo'jaga chang solgandek kolbasaga tashlandi. U og'ziga kolbasa to'ldirib, xursand bo'lib tirjayib qo'ydi. "Ha, durust kolbasa ekan. Umuman yomon emas, yesa bo'ladi, lekin qovurma tifteliga nima yesin? Biroq ba'zi odamlardan bundan ortig'ini talab qilib bo'lmaydi." Mitvoy o'zi o'sha ba'zi odamlar toifasiga kirishni juda yaxshi tushundi. Shuning uchun Karlsonni boshqa gapga chalg'itmoqchi bo'ldi. "Buvingnikida yaxshi dam oldingmi, zerikmadingmi?" deb so'radi u. "Nimasini aytasan, juda mazza qildim, shuning uchun gapirib o'tirmayman", deb javob berdi Karlson va ochko'zlik bilan kolbasaning bir bo'lagini og'ziga soldi. "Men ham mazza qildim", dedi Mitvoy. U Karlsonga
buvisinikida qanday dam olganini gapira ketdi. Buvim juda yaxshi, dedi Mitoy. Mening borganimga qanchalik sevinganini ko'rsang edi. U meni bag'riga bosib qattiq quchoqladi. Nega endi? Deb so'radi Karason. Chunki u meni yaxshi ko'radi-da. Nahotki shuni tushunmasang, dedi Mitoy hayron bo'lib. Karason kavshanishdan to'xtadi.